Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hurmatli do'stlar. Gulira'no Qosimovani sud jarayoni o'z yakuniga yetdi va 9 kishi xabarlaring bor o'zini jazosini oldi va mana shu sud jarayonlari tugaganidan so'ng bir inson, ya'ni ayol kishi chiqib Gulira'no Qosimovaga jiddiy e'tirozlar bildirgan ekanlar. Hozirda mana shu Gulira'no Qosimova va ana shu ayolni o'zaro bo'lib o'tgan ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llangan videolarni ko'rib tanishib chiqamiz. Assalomu alaykum hammaga. Hammaga rahmat. Duo qilib turganlarga, qo'llab-quvvatlayotganlarga men bilaman, u kommentariyalar 95% yaxshi kommentariyalarni o'qiyapman. Bu uchun sizlarni qo'llab-quvvatlab turganinglar uchun juda ham katta rahmat. Siz faqatgina amaliy emas, ruhiy jihatdan ham juda ham ko'p menga yordam berdingiz. Men butun xalqimdan minnatdorman, lekin sud hukmi o'qilgandan keyin sud hukmigacha bu qiz tuhmat qilyapti, shunaqangi haligi provokatsion nimalar ham, kommentariyalar ham bor edi. Bu endi ko'p trollar, chunki ichiga kirganimizda 2 kun 3 kun bo'lgani, ochilganiga yoki druziyasida hech kim yo'q, shunaqangi haligi yo jinsi aniq emas, nojins bir haligi odamlar tarafidan yozilgan kommentariyalarga ochig'im ahamiyat bermay qo'ydim, chunki o'sha menda immunitet hosil bo'ldi, boshidan beri ko'rib, demak internetga chiqqandan keyin shunaqa holatlar ham bo'lar ekan degan xulosaga keldim. Endi biz o'sha sud yakunida qolgan 9 ta xodimga nisbatan jazo qo'llanilmayapti. Buni endi sud raisi nimaga, viloyat prokuroriga taqdimnoma chiqardi deganimizdan keyin nimagadir yana Farg'ona viloyatida ayrim blogerlarimiz yoki bir ayrim insonlar ishtirokida yana meni shaxsimga qarata, yana menga qarata ko'plab tuhmatona qanaqadir bir audio yozuvlar yoki kommentariyalar, shunga o'xshash narsalar ko'payib ketdi. Bugun ham mana hozirgina Eltus tarmog'ida bir opa chiqish qilibdilar. Avvalo rahmat shu holatga befarq bo'lmaganingiz uchun. Keyin to'g'ri aytgansiz, kelib surishtirishsin, sizni ham meni ham surishtirsa yaxshi bo'ladi. Sizni ochig'i siz internetga chiqmagan hech men tanimas ekanman, lekin sizni ko'pchilik tanir ekan. Hozir bir ikkitalarni so'rab surishtirdim. Bu opa kim, nimaga bunaqangi chiqishdi, 7 oydan beri jim edi, o'shanda nimaga borishmadi, sud jarayonlari ochiq bo'ldi, nimaga ochiq sudlarda borib bo'lmasa qatnashishmadi, faol bo'lib. To'g'ri, misol men ichki ishlarda yomon deb chiqmayapman. Ichki ishlar tizimidan juda ko'pchilikka naf tegadi, foyda tegadi, lekin hamma ham xato qiladi. Endi agar ag'di juda videolariga to'xtalib o'tmadim, chunki bir ikkita insondan so'raganimdan keyin men o'zimga yarasha xulosamni oldim. U opa haqida keyin to'g'ri tushundim, to'g'ri qabul qildim ag'di ham video chiqishlarini. Lekin men bitta narsaga o'ylanyapmanki, bunaqangi xatti-harakatlar meni yo sindirib, yo psixologik cho'ktirib, yo именно o'sha 9 ta xodimga kelganda orqaga qaytishimga sabab bo'lmaydi. Bunaqangi harakatlar menga motivatsiya berib, yana ham oldinga intilishimga sabab bo'ladi. Keling, endi men sizga oldin ham aytdim. Sud jarayonlaridan keyin ayrim holatlarda oshkor chiqaman degan joyim bor edi. Bu narsadan to'g'risi men ozroq fikrimdan qaytib ham qoldim. Lekin endi meni nazarimda ular provokatsiya qilib turgan vaqtda, demak, dalillarni oshkor qilmasak ilojisi yo'q. Mana shu holat sizga agar ko'rinayotgan bo'lsa, meni oyog'imga, mana oyoq qismimga yetkazilgan tan jarohatlarida rasmi bu. Bu holat ham mana o'sha oyoq qismimga yetkazilgan ko'karishlar, mana shu tan jarohatlar, bular juda ham ko'p. Mana o'sha ko'rib turibsiz, mana bu yerda. Buni sudda biz taqdim qildik. Endi tergovga sud raisi ham bir bilimli, ilmli odamlarni qo'yadi davlatimiz. Ularning harakatiga bahoni berdi. Endi qolgan xodimlarning harakatiga to'xtalish uchun viloyat prokuraturasiga jo'natilindi. Sabab ekspertiza xulosalarida sud kimyo, ya'ni men o'zim jonimga qasd qilgan vaqtimdagi ekspertiza xulosalari ham kimdir tomonidan soxtalashtirib yuborilgan. Ya'ni mendan olingan analizlar emas, boshqa analizlar boshqa kuni yetkazdirilgan. Buni biz sudda isbot qilib berdik. Keyin aynan o'sha xodimlar, opamiz juda maqtayotgan xodimlarni men bilmayman kimlarni maqtashyapti, lekin men bilan bog'liq bo'lgan xodimlarda ichida bittasi shunaqangi bildirgi yozganki, 102 ga asosan bu qizni ushlab chiqqanmiz deb. Bular ya'ni hujjatlarda soxtalashtirilishida faqatgina o'sha nachalnik bilan o'rinbosar emas, ularning topshirig'ini bajargan xodimlar bor. Bundan tashqari 102 na tashkillanishi bo'yicha. 102 bu soxta, chunki buni mana sudda ham isbot qilib berdik.
u ariza men ichki ishlarga kirganimdan keyin roppa rosa 23 minutdan keyin xabar qilib qoldirilgan. Bu holat bo'yicha ham uni tashkillagan yigit hozir ishdan bo'shatilingan. Agar bir nimadan shunaqa qilib provokatsiya qilib yoki kimlarnidir yonlab buni psixologik sindirib to'xtatib qo'yamiz desalaring kechirib qo'yasizlar. Bunaqangi usuldan foydalanmaslikni tavsiya qilaman, chunki siz shu harakatlarda provokatsiyani kuchaytirgan saringiz sizga qarshi o'sha dalillarni yig'ishimga bu narsa menda kuch bo'lyapti. Lekin bu nimada ishtirok etmagan hozir adashmasam ikkita bloger do'stidan ham ariza qoldirdim. Sababi juda haqoratli bir nima postlar ko'payib ketdi nimagadir shu oxirgi 2 kunda. Keling, mard bo'lib kurashamiz. Mard bo'lib kim buni orqasida turgan bir qaysidir odam bo'lsa, sizga maslahatim, keling mard bo'lib kurashamiz. Men dalillarni ochiqlayapman borib. Lekin mana bu dalillarda qolganini hali men ko'rsatmalar, detalizatsiyalar, pilingatsiyalar, kuzatuv kamera yozuvlarini ilova qilganim yo'qmi? Men hozir atiga bir donagina meni tan jarohatim aks etgan rasmlarni ko'rsatyapman sizga. Sizda agar yana bitta savolim borki, men buni sudda ham aytdim. Sudlanuvchi Hajayevni faoliyatidan norozi bo'lib, bor yo'g'i 2 hafta oldin xodimlari Yiltuz ijtimoiy tarmog'ida, ya'ni 2-aprel kuni Furqat tumani ichki ishlari tanqidni emas, jinoiy tekshirishni talab qiladi deb yozib chiqishgan ekan. Undan avval 26-may 2024-yilda esa o'zini aynan mana shu sudlanuvchi Hajayevning noqonuniy topshiriqlarini ro'kach qilib audio yozuvini ilova qilib turib, uni ko'chadagi odam yoza olmaydi, yig'ilishlardagi noqonuniy davay tiq tadbirini topib kelasan, 183 topib kelasan degan ovozlarni ko'chadagi odamlar yozmaydi. Aynan ichkaridagi o'sha o'zini xodimlari norozi bo'lib, "Hoy, bizda mana bu yerdagi noqonuniy topshiriqlar ko'payib ketdi, biz tanqidni emas, jinoiy tekshirishni talab qilyapti bizdagi vaziyat" deganda shu opalar qayerda ekan? Tumanda ko'plab erkaklar o'zi nima ayb ish qilganini ham bilmasdan o'sha 183 topib kelasan degani uchun agar buni statistikani ko'tarsa ham tumanimizda ko'plab erkaklar aynan men metan zapravka oldidagi voqealarni ko'p eshitardim oxirgi vaqtlar. Xuddiki ichki ishlar xodimiga tashlandi degan vaj bilan qamatilib yuborilgan. O'sha paytlar shu opa nimaga metanga chiqib himoya qilmagan ekan? Yoki mana shuncha kun ochiq bo'ldi, keyin mayli sizni shaxsingizni surishtirib bilganimdan keyin o'sha sizga даже men fikrim bildirmoqchi emas edim. Lekin men bitta narsani talab qilamanki, shu provokatsiyalarning ortida turganlar bas qiling. Meni qo'limdagi materiallarni internetga olib chiqishga majbur qilmang. Men viloyat prokuraturasining xulosasiga qarab turibman. Men hozir jim turganim bu hozir siz nima deb yozishingiz mumkin yo meni shaxsimda haqorat qilishingiz mumkin degani emas. Men u yerda sud jarayonida nimaga ochiqlikni talab qildim unda? Yana aytishyapti buni tahqirlagan degan statya bormi? O'z xizmat faoliyatidan chekkaga chiqqan deb turib ayblov qo'yildi-ku. Endi mana ular kim aytdi? Meni nima Hajayev urdi, Hajayevga shunaqangi ayblov qo'yildi deb unaqa qo'yilmagan. Buni urgani tuhmat ekan. Nimaga tuhmat? Nimaga bo'lmasa delo yana qaytyapti? Nimaga prokuraturaga xulosa berish uchun jo'natilinyapti? Endi bunaqangi bitta fermer chiqibdi ekan, Ziyodulla Birnimayev degan. Telefon qildim, xohlasangiz mana telefonimda turibdi голосовойлari. Aytyapman, nima unaqa chiqdingiz desam, aqalli bir tayinli javobi yo'q, lekin internetga chiqib olib, mana provokatsiyada qatnashishga bilmayman, qanaqangi bir tashkillayapsizlar, hurmatli, ortida turganlar. Yo'q, siz aniq ishonch bilan aytyapsiz-da, siz qayerdan oldingiz bu ma'lumotni? 2-3 oydan keyin opa ko'tarildi, unga endi mana ish cho'zilib ketganiga nimasiga? yo'q, menga aynan qaysi kattalar aytganini bilasizmi? Yo'q. Nima bo'lmasa internetga chiqib bunaqa deyapsiz. Bunga kattalar aytgan deyapsiz. Singilga uni ichkasiga tashlagan edi. Xo'p, men hozir siz haqingizda ichkasiga bu xotinbozida o'zi buni kattalar nima qilib yuradi, bosti qilib yuradi. Bu nafsi buzuq buni deb nima qilsam, siz haqingizda fikr bildirsam, qayerdandir birorta asos topishim kerakmi? Men unda nima o'qimayman, kommentariy o'qimayman umuman. Yo'q, men sizni lichkangizga yozsam yoki siz haqingizda birorta blogerni lichkasiga yozsam, asossiz ham yozaveramanmi aka?
Men buni tushunmasdan singili. O'shancha o'zimni so'rab qo'ygan. Xo'p, hech bo'lmasa bilay. mana o'sha bitta fermerda chiqib bu qiz haqida bunaqa eshitganmiz, buni keyin kattalar ko'targan, o'shaning uchun 2 oydan keyin ariza qilgan deb turib yozgan fikridan keyin telefon qilganimdagi javobi. Yo qo'linglarda asosiylar bo'lsa keyin gapiringlar. Ana asosiysiz bo'lmasdan turib bunaqangi birovni sha'nini bulg'ashga harakat qilmang. Agar men noto'g'ri bo'lsam internetga chiqmayman. Agar sizni ham qanaqadir bir bog'liqligingiz bo'lmasa, bunaqangi ishlarni qilmaslikni tavsiya qilaman. Keyin ana internetga chiqqan opaga ham maslahatim, siz bo'lib ham bunaqangi masalalarni menimcha yaxshiroq tushunsangiz kerak. Bunaqangi holatlar aslida qanaqa bo'lish kerak, nima bo'lish kerak? Ya'ni nimaga buni deyapman? Siz ayol kishisiz, shu uchun tushunsangiz kerak deyapman. Xulosa qilishga harakat qiling. Agar rostdan ham agar siz aytganingizdek kelib surishtirishsin, sizni ham, meni ham. Sizni qanaqangiligingizni, qanaqangi bir nima aloqangiz borligini bularga yoki nima uchun favqulodda bir 7-8 oydan keyin endi qolgan xodimlarga ayb ochilishi arafasida paydo bo'lganingizni, endi men eshitganlarimga xulosa qilib turib shuni aytyapmanki, agar kelishsa mayliga surishtirsin, meni surishtirsin, sizni surishtirsin, sizni surishtirishgandan keyin mayli sizni gaplaringizga ham quloq solib ko'rishsin. Lekin yana bir qaytaraman, hech qanday provokatsiya bilan, hech qanday unaqangi psixologik bosim bilan yoki nimanidir o'ldirib yuborish, nimanidir tarqatib yuborish bilan meni buni nima qilib qaytara olmaysizlar. Hurmatli orqasida turganlar. Agar mard bo'lsangiz, hujjatingiz bilan yonimga keling, meni aybimni ko'rsating, meni oldimga keling. Men aytayapman, yaqinda ham o'sha Shohruh G'iyosov bilan ham gaplashdim. Ko'rishaman, dalillarimni olib boraman agar dedim. Matbuot anjumani tashkillanadi deyiladi, undan keyin xabarini eshitmadim. Agar bilib bilmasdan yana qo'shiladiganlar bo'lsa, xafa bo'lmang, ustingizdan ariza qilib beraman. Meni yana bir siz ustingizdan bir ariza qilib bir nima qiladigan, bir manfaat topadigan joyim yo'q. Faqatgina ko'rmagan, bilmagan narsangizga uli anaqa blogerlarda mikrofonlari turibdi, yaxshi tashkillanibdi, lekin ishonarli holatga urg'u bering. Keyin hurmatli o'sha orqasida shunaqa ish tashkillayotganlar tumanda ko'plab yaxshi ayollarimiz bor. Agar xohlasalaring, o'shalarni olsalaring, tumanda ko'proq odam ishonadi. Endi to'g'ri kelgan ayoldan emas, yaxshiroq o'zini hurmatiga, obro'yiga, xulqi jihatidan ham, mehnati jihatidan ham o'rnak bo'lgan ayollardan olinglar keyingi safar videoni. Ularning gapiga tuman albatta ishonadi. Chunki Furqat tumanining xalqi sodda, mehmondo'st, yaxshi odamlar yashaydi bu yerda. Endi bor, orada bir ikkita bor, shunaqangi nimalar ham bor. Sizlarga maslahatim, keyingi safar boshqa odamlardan foydalansalaring, maqsadingizlarga yetishinglar sal osonroq bo'ladi. Hammaga kuch-quvvat tilayman. Charchamanglar, sizlar provokatsiya qilishda davom etinglar. Sizlar o'shunaqangi ommaning fikrini chalg'itish uchun nima pastkashlik bo'lsa qilinglar. Bu misol meni boshimdan o'tgan narsalarning oldida bu pastkashliklarni juda men unaqangi jiddiy qabul qilmadim. Sizlar davom etinglar. Men faktlar bilan endi viloyat prokuraturasiga qarayman. Yaxshi bo'lyapti. Men qaytaman degan joyimda sizlar mana shunaqangi chiqib turibsizlar, bu menga kuch beryapti. Rahmat hammaga. Men Xo'jamol Muborak Tursunovna 2012-yildan buyon Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inida yashayman. Bevosita shu xizmat uylariga, hokimga, prokurorga, tuman soliq inspeksiyasi rahbarlariga, qurilgan xizmat uylariga qo'shni bo'lib yashayman. Mana 2 oy 3 oydan buyon internetlarda Gulirona Qosimova ayolimiz chiqib intervyu beryapti. Har xil gaplar gapiryapti ichki ishlar xodimlariga nisbatan. Biz bilamiz, shu mahallada yashaymiz. Bizning tumanimiz kichkina tuman. Qaysi ayol qanaqa, qaysi inson qanaqa, hamma biladi mahalla-ko'y. Shart emas Gulirona Qosimova bizni himoya qilishi, bizni Furqat tumani ayollari nomidan chiqib har xil intervyular berish shart emas. Kelib ko'ringlar, bizni ham ko'ringlar, Gulirona Qosimovani ham ko'ringlar, tanishinglar, suhbatlashinglar, xabardor bo'linglar bu yerdagi voqealardan. Mana Gulirona Qosimova har xil intervyular berib, jurnalistlar bilan chiqishlar qilyapsiz. Butun nimani ayollarni himoya qilyapman deyapsiz. Xudoga shukr, biz ayollar himoyaga muhtoj emasmiz. Bizni himoya qilib oladigan oilamiz bor, o'g'illarimiz bor, aka-ukalarimiz bor. Hadeb o'sha ichki ishlarni qoralayapsiz. Ularni qoralashdan oldin o'ylang, siz ham ayolsiz, biz ham ayolmiz. Ularning ham ota-onasi bor, oila a'zolari bor. Bo'lgan bo'lmagan gaplarda hammasini intervyu qilib aytib
qoralamang. Avval o'zingizni himoya qilib oling. O'zingiz nimaga bordingiz o'sha yerga? Nima uchun bordingiz? Nimaga o'zingizni himoya qilar ekansiz? Yoningizda bitta guvoh bilan, yo dugonangiz bilan, yo farzandingiz bilan, yo o'sha sizni pul zaril bo'lgan turmush o'rtog'ingiz bilan bormadingiz o'sha xonadonga, o'sha xizmat uyiga. Telefonda gaplashing, uyiga boring, ishxonasiga boring. Nima qilasiz? Xizmat uyiga, xilvat joyga borib. O'zingizni himoya qilib olding, keyin bizni boshqa ayollarni himoya qilasiz. Biz bevosita ertalab kiramiz, chiqamiz, yo'l-yo'lakay ko'ramiz. Nimaga bu kelyapti xizmat uyiga? Bitta nima qilar ekan degan savollarni beramiz. Hamma voqealarni biz ham ko'rib, bilib, eshitib turamiz. O'sha mahallada bizning oilamiz bor, qizlarimiz bor, kelinlarimiz bor. Hammani sha'ni o'zi uchun zarur. Birinchi o'rinda har bir oila o'zini himoya qiladi. Kerak bo'lsa aytamiz biz ham mahallaga, ichki ishlarga biz murojaat qilmasak, ular qayerdan biladi, qayerdan noqonuniy holatlar bo'layotganini. Mana shu tumanimizda qurib bitkazilib foydalanishga topshirilgan xizmat uylari prezidentimiz tashabbusi bilan shu bizning rayonimizda naf teksin, uzoq masofadan kelib ishlamasin, boshqaruv organlari deb foydalanishga topshirilgan. Lekin bu xizmat uyimi, xilvatxonami, nima islohotxonami, bu nima uchun, qanday xizmat qiladi bu? Agar shu xizmat uyida boshqaruv organlari, rahbariyatimiz oilasi bilan yashamasa, nima keragi bor shu xizmat uylarini bizga? Ko'chadan har xil ayollar keladigan bo'lsa, begona shaxslar keladigan bo'lsa, bizning mahallamizga xizmat uyini bizga nima foydasi tegadi bo'lmasa? Masalan, men ichki ishlar xodimlariga nisbatan har xil kommentariyalarda yozilyapti, o'qib, kuzatib boryapman, fikr bildirmayapman. Fikr bildirmay turishimda endi iloji qolmadi. Oxiri men fikr bildirishga keldim. Fikr bildirishimdan maqsad meni uyimda, meni oilamga nisbatan og'ir jinoyat sodir etilgan. 22-yil 5-yanvar kuni meni uyimga og'ir bosqinchilik jinoyati sodir etilganda, meni o'zimda oilamga nisbatan. Shunda aynan shu soliq inspeksiyasini boshlig'ini xizmat uyida, o'sha xilvat uyida bo'lgan voqeaga yetib borgan ichki ishlar xodimlari meni chaqiruvimga binoan, meni o'g'limni chaqiruviga binoan meni uyimga yetib kelgan, 2,5-3 minutda ichida kelib shu jinoyatni joyida ochgan. Shu ichki ishlar xodimlari ochmaganda hozir bilmadim, meni nima bo'lardi, hayotim nima bo'lardi, bo'larmidim, yo'qmidim shu hayotda hozir. Shularning foydasi tekkani uchun men chidalmayapman. O'rganinglar, bilinglar, ko'ringlar, Gulirona Qosimovani kommentariyasiga har xil fikr yozadigan yurtdoshlar, sizlar kelib, ko'rib, tanishib, keyin yozinglar. U ayol o'zi kim u? Bu ichki ishlar xodimlari kim? Hozir bu bevosita ichki ishlar xodimlari birovni voyaga yetmagan qizini yordam ko'rsatamiz, qutqaramiz, bitta jinoyatni oldini olamiz deb shu muammoga boshlari kirib qoldi. Hozir o'zlari ham pushaymondadir shu yigitlar. Bilinglar, o'rganinglar, kommentariya yozishdan oldin har tomonni o'rganinglar. Agarda hozir biz shu ichki ishlar sha'nini badnom qiladigan bo'lsak, bularni har xil qoralovchilarni kommentariyalarda yoritib boradigan bo'lsak, bizga kim yordam beradi? Meni bosqinchilik bo'lgan uyim aynan shu ichki ishlarda xizmat uyini yonida qo'shni bo'lib yashayman. Hozir bular biz qoralasak, ertaga bizga kim yordam beradi? Ertaga bundan boshqa yana mudhish xatolar bo'lsa, voqealar bo'lsa, bosqinchilik bo'lsa, kimnidir voyaga yetmagan farzandiga yordam ko'rsatish kerak bo'lsa, kim boradi? Ichki ishlar xodimlari bormasa, kim yordam ko'rsata oladi bizga? Nima bo'lgan taqdirda ham hamma narsa o'z yakuniga yetdi. O'z yakuniga yetganidan so'ng bu narsalarni yana boshqatdan boshlab, yana xullas kalom ikki inson o'rtada tortishib qolishsa, albatta bu dilni xira qilgan bo'lardi. Shuning uchun do'stlar, bilib bilmasdan har kim o'zicha xulosa chiqarmasin. Chunki biz emin, erkin, ozod, hur vatanda yashamoqdamiz va bizda qonun ustuvor hisoblanadi.